Hozirgi kunda minglab oilalar uchun bir xil holat. Oylik maoshi chiqishi bilan birinchi bo'lib arenda pulini ajratasiz. Yillar o'tadi. Siz esa o'sha pulni birovning cho'ntagiga, birovning uyini obod qilish uchun to'lab yuraverasiz. Hisoblab ko'rganmisiz? Bu yillar davomida siz o'z uyingizning naq yarim pulini to'lab bo'lgan bo'lishingiz mumkin edi. Lekin yil oxirida o'sha eshikdan chiqib ketishingizga to'g'ri keladi. Chunki bu uy baribir sizniki emas. Bu shunchaki pul ketishi emas. Bu sizning o'z uyingizga bo'lgan orzuyingizni har oy biroz ortga surib kelayotganingizdir. Lekin bunchalik qiynalib, umringizni arenda to'lash bilan o'tkazish shart emas. Surxondaryoda 6000 dan ortiq oilaga o'z uyi kalitini topshirgan Surxon sanoat qurilish kompaniyasi endi poytaxtda. Bu shunchaki yangi nom emas. Bu 6000 ta baxtli xonadon, minglab xursand yuzlar va sinovdan o'tgan tajriba degani. Biz minglab xaridorlarimizning ishonchini oqladik va endi o'sha tajriba, halollik va sifatli qurilish standartlarini Toshkentga aynan siz uchun olib keldik. Toshkentda o'z uyingizga ega bo'lish endi yillar talab qiladigan orzu emas. Bu atigi 9 oylik masala. Biz shunchaki va'da bermaymiz. Biz aniq muddat belgilaymiz. Shartnomani imzolaysiz va 9 oydan so'ng to'liq ta'mirdan chiqqan yashashga tayyor xonadoningiz kalitini qo'lingizga olasiz. Ortiqcha ta'mirlash tashvishlari yo'q. Kutish va sarson bo'lishlari yo'q. Arenda to'lash azobidan butunlay voz kechib, shunchaki o'z uyingizning eshigini ochasiz va yangi hayotni boshlaysiz. Siz eng ko'p nimadan xavotir olasiz? Albatta farzandlaringiz xavfsizligidan. Ezgu makonda hovli bu shunchaki yer emas. Bu farzandlaringiz uchun alohida dunyo. Hududimiz yopiq va qo'riqlanadi. Begona mashinalar kirishi mutlaqo taqiqlangan. Bolalaringiz istalgan vaqtda hovliga chiqib, beg'am o'ynashi mumkin. Eng asosiysi esa maktab va bog'cha majmuaning aynan o'zida. Endi ertalabki tirbandlikda asabiylashish, bolani uzoqqa olib borish uchun vaqt yo'qotish, bularning barchasi o'tmishda qoladi. Siz shunchaki bolangizni yetaklab chiqasiz va u o'z maktabiga yetib boradi. Siz esa xotirjam ishga yo'l olasiz. Lekin biz nafaqat sizga sifatli uy, balki bayramona kayfiyat ham ulashmoqchimiz. Har bir xaridorimizni ajoyib sovg'alar kutmoqda. Yangi BYD Chempion elektromobili, muborak umra safariga yo'llanmalar yoki qimmatbaho maishiy texnikalar. Bizda uy olish bu shunchaki bitim emas. Bu hayotingizda yangi, yorqin sahifa boshlanishi va albatta yoqimli sovg'alar egasi bo'lish imkoniyati. Sizni o'zgarishlar kutmoqda. 12-iyun soat 21:00 da YouTube sahifamizda jonli efirga chiqamiz. Bu shunchaki taqdimot emas. Bu sizning yangi hayot sari ilk qadamingiz. Uy narxlari, qulay to'lov shartlari va eng muhimi, loyihamizdagi birinchi shartnomalarni aynan shu kecha e'lon qilamiz. Kelajagingizni o'z qo'lingiz bilan qurish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. 12-iyun kuni biz bilan birga bo'ling.